10 yilga bu brend sizlarniki. Hurmatli kuzatuvchilar, tadbirkorlar, biz Sirdaryo safarimiz davomida hali ham Gulistondamiz. Ya'ni Hadi brendini patentlari chiqdi. Bular 6 ta yo'nalishi bo'yicha o'z nomlarini patentlab egasiga aylandilar. Ya'ni 3-kategoriya asosan ko'rib turibsizlar, parfumeriya Dubaydan, Fransiya, Koreyadan parfumeriya olib kiradi va 25-kategoriya kiyim-kechak savdosi, ishlab chiqarish, tekstil, 30-kategoriya 29 oziq-ovqat yo'nalishlari bo'yicha, 35-kategoriya reklama, chakana savdo, oldi-sotdi, eksport, import hamda 44-kategoriya xudo xolisa bir xayrli ish boshlabdilar. Klinika yo'nalishi bo'yicha klinika xalqimizga xizmat ko'rsatadi. Tabriklaymiz. Hadi brendilar patentlandi. 10 yilga bu brend sizlarniki. 10 yildan keyin ham yana bemalol muddatini cho'zdirib qo'ysanglar bo'ladi. Endi mana shu brendini patentlamoqchi bo'lgan, patentlamasdan yurgan tadbirkorlarga, sirdaryolik tadbirkorlarga nima deb tavsiya bergan bo'lardi patentlash bo'yicha? Boshqa joylarda ham Hadini ko'rgandik. Shuning uchun o'zimizning brendimizni Hadini patentlab qo'ydik. O'zlar xizmat qo'ydilar vaqtida. Da. Zo'r. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Shunaqa brendlarni vaqtida patentlab qo'yishni esdan chiqarmanglar.